Endi sizlar bilan markaziy simmetriya uskunasi bilan tanishib chiqamiz. Bu uskuna quyidagi uskunalar qatorida joylashgan. Mana bu uskuna. Buni faollashtirib, mana alohida chiqarib ko'rsatishimiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bu nuqtaga nisbatan simmetriya ham deb aytishimiz mumkin. Bu markaziy simmetriya. Va buni qanday qilib ishlatamiz? Buning uchun dastlab obyektni tanlaymiz. Obyekt bizda nuqta bo'lishi mumkin yoki kesma bo'lishi mumkin. Kesma bo'lishi mumkin. Shundan so'ng shu qaysi nuqtaga nisbatan biz simmetrik ko'chirmoqchimiz, o'sha nuqtani tanlaymiz. Mana masalan, mana bu kesmani D nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirmoqchimiz. Buning uchun mana bu tugmani, uskunani faollashtiramiz. Faollashtirdik. Endi obyektni tanlaymiz. Shundan so'ng nuqtani tanlaymiz. Natijada unga berilgan obyektga, ya'ni kesmaga nisbatan, kesmaga D nuqtaga nisbatan simmetrik kesma hosil bo'ldi. Masalan, A nuqtani D ga nisbatan simmetrik ko'chirmoqchiman. Mana A' nuqta hosil bo'ldi. Shu yo'l bilan biz demak obyektni birorta nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirishimiz mumkin. Misollar ko'ramiz. Qo'llanishiga doir misollar ko'rib chiqamiz. Uchburchakka berilgan nuqtaga nisbatan simmetrik uchburchak yasang. Buning uchun birorta uchburchak yasaymiz. Aytaylik, mana A, B, C. Uchburchak oldik. Va birorta nuqta olamiz. D nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirmoqchimiz uchburchakni. Hop, mana bu uskunani aktivlashtiraman. Faollashtirdim. Uchburchakni tanlayman va D nuqtani tanlayman. Natijada berilgan uchburchakka simmetrik uchburchak hosil bo'ldi. Mana uchburchakni agar o'zgartiradigan bo'lsam, unga simmetrik bo'lgan uchburchak ham mos ravishda harakat qiladi. Ya'ni D nuqtaga nisbatan simmetrik ravishda harakat qiladi. Va bizda D nuqta mana bu yerda edi. D nuqta masalan bu uchburchakning uchi bo'lishi mumkin. D mana bunday bo'ladi. Yoki ichkarida bo'lishi mumkin. Uchburchakning ichkarida. Qanday bo'lmasin, demak, hosil bo'layotgan mana bu uchburchak simmetrik uchburchak bo'lyapti. D ga nisbatan simmetrik ko'chirilyapti. Bu turli holatlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa mana uchburchakni o'zgartirib ko'rishimiz mumkin. S nuqta S' nuqtaga o'tyapti. D ga nisbatan simmetrik bo'lib. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Berilgan aylana diametrini o'tkazing. Hop, birorta aylana olaylik. Doira oldik. Diametrini o'tkazamiz. Buning uchun biz nuqtaga nisbatan simmetrik, markaziy simmetriya yordamida B nuqtani doira markaziga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. B ni A ga nisbatan simmetrik ko'chirdik. Mana natijada B' nuqta hosil bo'ldi. Shundan so'ng B va B' nuqtalarini kesma bilan tutashtirib, biz aylanani diametrini hosil qilamiz. Diametr hosil bo'ldi. Turli holatlarni ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi savolga o'tamiz. Parallelogram chizing. Demak, avvalgi darslarimizda biz turli xil yo'llar bilan parallelogram chizgan edik. Endi bu yerda markaziy simmetriyadan foydalanib parallelogram chizamiz. Va buning uchun biz parallelogramni ikkita uchini olaylik. Ikkita uchi bo'lsin va birorta markazini, diagonallari kesishgan nuqtasini olaylik. Mana S bo'lsin. Endi mana simmetrik ko'chirish yordamida A nuqtani S ga nisbatan simmetrik ko'chiraman.
B nuqtani ham S'ga nisbatan simmetrik ko'chiraman. Bizga ma'lum, parallelogramning qarama-qarshi uchlari diagonallar kesishgan nuqtasiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Mana shundan foydalanib biz buni parallelogram qurmoqchimiz. Endi hosil bo'lgan mana bu nuqtalarni ko'pburchak uskunasi yordamida tutashtirib chiqamiz. Natijada mana parallelogram hosil bo'ldi. O'zgartirib ko'rishimiz mumkin nuqtalarni. Turli xil shakllarda parallelogram hosil qilishimiz mumkin. Demak, buni hosil qilish uchun biz A nuqtani, 3 ta nuqta oldik. A va B nuqta va diagonallar keshish nuqtasi S ni oldik. A ni S ga nisbatan simmetrik ko'chirib A' ni oldik. B ni S ga nisbatan simmetrik ko'chirib mana B' degan nuqtani oldik va bu nuqtalarni tutashtirib parallelogram hosil qildik. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. Diagonallari 6 va 10 ga teng bo'lgan romb chizing. Xo'p, biz rombni yarim diagonallaridan foydalanamiz. Yarim diagonallari 3 va 5 ga teng bo'lgan bo'ladi. 5 bo'ladi. Xo'p, buning uchun 3 ga va 5 ga teng bo'lgan kesmalar olamiz. Buning uchun bizga berilgan uzunlikdagi kesma uskunasidan foydalanamiz. Mana segment kesma berilgan uzunlikka ega bo'lgan kesma. Xo'p, ixtiyoriy bitta nuqta oldim. A nuqta. Xo'p, uzunligi 5 ga teng bo'lsin kesmani. Kesma chizildi. Demak, bu yarim diagonali. Rombning mana diagonali 10 ga teng deyilgan, men yarim diagonali 5 ga teng bo'lgan kesma oldim. Endi ikkinchi yarim diagonali uchun bu yerda 6 deyilgan diagonali, yarim diagonali 3 ga teng bo'ladi. 3 ga teng bo'lgan boshqa bir kesma olaman. Kesma hosil qildik. Endi S ni 90 gradusga buramiz. Bu yerda biz rombni diagonallari perpendikulyar bo'ladi degan uni xossasidan foydalanyapmiz. 90 gradusga buramiz. Bizga qaysi tomonga bo'lishining ahamiyati yo'q. Bu mana soat strelkasiga teskari yo'nalishda bo'lsin. Mana 90 gradusga burdik. Natijada mana S' nuqta hosil bo'ldi. Mana bu B nuqta. Xo'p, endi mana bu ikkinchi kesmani yashirib qo'yamiz. Mana G kesmani, S nuqtani ham yashirib qo'yamiz. Demak, rombning ikkita uchini hosil qildik. Bittasi A, ikkinchisi mana S'. Ikkita uchini hosil qildik. Endi qolgan uchlarini hosil qilish uchun markaziy simmetriyadan foydalanaman. Mana bu uskunadan foydalanaman. S' ni B ga nisbatan simmetrik ko'chiraman. A nuqtani B ga nisbatan simmetrik ko'chiraman. Natijada rombning uchlarini, qolgan uchlarini hosil qilamiz. Endi ularni tutashtiramiz. Ko'pburchak uskunasidan foydalanib mana uchlarini tutashtirsam, natijada romb hosil bo'ladi. Xo'p, burchak hozircha bizga kerak emas. Kesmalarni ham ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz. Natijada romb hosil bo'ldi. Rombni diagonallarini masalan kesma uskunasidan foydalanib o'tkazishimiz mumkin. Xo'p, mana qolgan yarmini ham o'tkazishimiz mumkin. Bu yerda yarim diagonallardan foydalanib romb chizdik. Mana rombni surishimiz mumkin. Lekin tomonni uzaytira olmaymiz bu yerda. Mana uzaytirib bo'lmaydi, chunki bu yerda yarim diagonallari bizda berilgan, kesmalarning qiymati berilgan, uzunligining qiymati, shuning uchun biz uni uzaytira olmaymiz. Demak, diagonallari 6 va 10 ga teng bo'lgan romb chizdik. Va keyingi savolga o'tamiz. To'g'ri to'rtburchak chizing. Misol uchun bu yerda turli xil yo'llari bor. Shundan bitta yo'lni keltiramiz. Masalan, birorta kesma olaylik.
to'rtburchakni bitta tomonini oldik. Endi unga o'rta perpendikulyar o'tkazamiz. Endi parallelogramni diagonallar to'rtburchakning diagonallar kesishgan nuqtasini belgilaymiz. Diagonallar kesishgan nuqtasi tomoniga o'tkazilgan o'rta perpendikulyarda yotadi. Masalan, birorta joyni belgilaymiz. Mana S bilan belgiladik. Endi to'g'ri chiziqni ko'rinmaydigan yashirib qo'yamiz. Endi A nuqtani S ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. B nuqtani ham S ga nisbatan simmetrik ko'chiramiz. Endi hosil bo'lgan nuqtalarni tutashtirib chiqamiz. Natijada bizda to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ldi. Mana bu birinchi dastlabki kesmani yashirib qo'yamiz. O kesmalarni belgilarini, ya'ni nomlarini ham yashirib qo'yamiz. Mana natijada bizda to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ldi. Turli xil ko'rinishlarda o'zgartirishimiz mumkin, tomonning uzunligini o'zgartirishimiz mumkin, burishimiz mumkin. Shunday qilib, demak, to'g'ri to'rtburchak hosil qildik. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. ABCD parallelogram AB va CD tomonlari uning diagonallari kesishish nuqtasiga nisbatan simmetrik ekanini tekshiring. Va buning uchun parallelogram chizamiz. Yuqorida parallelogram chizdik. Men xuddi shu yo'l bilan chizishimiz mumkin. Parallelogram 3 ta nuqta oldik. Mana S diagonallar kesishgan nuqtasi. Kelinglar, mana shuni S ni O bilan belgilab qo'yaylik. Boshqa nom qo'yib. Diagonallar kesishgan nuqtasi O. Endi simmetrik, markaziy simmetriya yordamida B ni O ga nisbatan simmetrik ko'chiraman, A ni ham O ga nisbatan simmetrik ko'chiraman. Natijada parallelogramni uchlari hosil bo'ldi. Mana kesma bilan tutashtirib chiqaylik bularni. A, B, B, A, mana bu, hamda mana bu. 4 ta uchini hosil qildik. Mana uchini o'zgartiradigan bo'lsak, demak, parallelogramning shakli ham o'zgaradi. Kesmalarni ko'rinmaydigan qo'yishimiz mumkin. Nomlarini. Va bizda A, B, C, D deb deyilibdi. Demak, A, B. Kelinglar, mana buni ham biz S bilan belgilaymiz. O'sha uchun nomini o'zgartirib S bilan belgilab qo'yamiz. S va mana bu D bo'lsin. ABC'da parallelogram hosil bo'ldi. Mana u parallelogram diagonallari kesishgan nuqtasi. Endi AB va CD tomonlari, AB va CD tomonlari diagonallar kesishgan nuqtasi O ga nisbatan simmetrik ekanini tekshiramiz. Masalan, aytaylik, CD ni yashirib turaylik hozircha. CD demak H nuqta kesmani yashirib turamiz. Bu ko'rinsin. Mana hozir A, B kesmani O ga nisbatan simmetrik ko'chirsak, mana bu CD yoki DS bilan ustma-ust tushishini ko'rsatamiz. Buning uchun mana bu tugmani, uskunani aktivlashtiramiz. Aktivlashtirdik. Tomonni simmetrik ko'chiramiz O ga nisbatan. Mana natijada biz mana simmetrik kesmani hosil qildik. Bu A, B bilan ustma-ust tushdi. CD bilan ustma-ust tushdi. Mana bu yerda simmetrik nuqtalar. A ga nisbatan simmetrik nuqta H' nuqta bo'lyapti. B ga nisbatan simmetrik nuqta mana B' bilan belgilandi.
Demak, AB mana bu SD kesma bilan ustma ust tushyapti. Simmetrik ko'chirganda. Hop, demak, AB va SD tomonlar O nuqtaga nisbatan simmetrik ekan. Bu nuqtalarni o'chiramiz. Hop, shunday qilib biz sizlar bilan markaziy simmetriya uskunasi bilan tanishib chiqdik va unga doir misollar ko'rdik. Hop, e'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.